ochib oldim. Web Telegramda bitta yopiq guruh bor. Mana yopiq guruhda hech qanaqa ma'lumotlarni yuklab olib bo'lmaydi. Lekin uni ichiga kirganingizda, kirishdan oldin e'tibor qiling, Temporary Main Key'da Telegramda mana bu joyi galochka qo'yilgan bo'lishi kerak. Ya'ni yoniq bo'lishi kerak bu extension. Uni ichiga kirganingizda mana videoga yuqori burchakda, keyin mana pastki burchakda yuklab olish degan tugma bor. Mana qayerga yuklab olishni so'rayapti. Men yuklab olishni berdim. Matroska deb nomlangan fayl ekan. Mana 100% yuklandi. Yuklangan joyi ham oddiy kompyuterimizga yuklandi. Mana ko'rsangiz bo'ladi uni. Загрузки degan joyiga kelib tushdi. Uni ham Telegram deb nomlangan variantiga kelib tushdi. Mana yuklangan fayl. Endi buni qolgan fayllarni ham xuddi shuni yuklab olsangiz bo'ladi. Mana bu PDF fayl ustiga bossak, mana yuklab olish amalga oshirildi. Qayerga yuklaydi deyapti. Загрузкиga yuklaymiz dedik. Mana загрузкиga kelib tushdi. Linux haqida ma'lumot ekan. Hammasi muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Rahmat. Savollar bo'lsa kutaman.